Ahmadxon Abdusattorov ko'k burchakka taklif etildi. Namangan viloyatidan, Kosonsoydan murabbiy Rahimxon Abdullayev, Farhad G'afforov. Namangan Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi. Hozir 60 kilogramm vazn toifasida Osiyo chempionatida o'smirlar o'rtasida final yo'llanmasi uchun jang o'tkazadi. Diqqat qilamiz, muxlislik qilamiz va omad tilaymiz. Abdusattorov biroz balandroqdek ko'ringanida yo'q. O'zida farq yo'q. Bo'y borasida. Demak, Ahmadxon Abdusattorov ko'k burchakda birinchi raund. Masofada ishlashyapti bokschilar, oldinga tashlanayotgani yo'q. Zarbalar almashinuv, masofani chamalash va raqib imkoniyatlarini sinab ko'rish va kombinatsiyalar orqali hujum tashkil etish yaxshi o'yin qo'lda. Hozir yakunlovchi zarbani o'tkaza oldi Abdusattorov. Mana bu yerda vaziyatni ko'ryapti, o'z vaqtida raqib zarbalardan qochib qolishga ulgurmoqda. Tana qismga zarba, bu yaxshi, davom ettirish kerak. Va juda yaxshi ketma-ket. Shuni qisqa zarbalar bilan ushlayapti Abdusattorov raqibini. Oyoqda ham ishlashni unutmaslik kerak. Kelasi ham chapaqay. Yaxshi. Kombinatsiya, o'rtada tana qismga ham zarba yo'llandi. Mana shu jarayonda raqibni ancha qiynab qo'yish mumkin. Qo'lda tushirib ishlaydi Abdusattorov. Ikkalasini ham raqib chap qo'lini ushlayapti, lekin ham blok uchun, ham zarba yo'llash uchun tayyor. Birinchi raund tugadi. Yaxshi, sifatli boks ko'rsatishdi. Tavakkal qilib hech bir oldinga tashlangani yo'q. Asosan masofada zarbalar almashinuviga guvoh bo'ldik va natijada birinchi raundni Ahmadxon Abdusattorov o'z foydasiga hal qilmoqda. Birinchi raunddagi vaziyatlarni takroriy lavhalarda ko'rdik. Ikkinchi raund. Xuddi birinchi raundda bo'lgani singari masofadan ishlashni boshlashyapti bokschilar. Barat Ahunov ham bu borada deyarli
o'sha harakatlarni takrorlayapti. Faqat sal faolroq va mana bu yerda yaxshi zarba yo'llay oldi. Abdusattorov avval tana qismga, keyin bosh qismga chap qo'lini faol ishlatyapti. Hozir bokschimiz raqibni chorlayapti o'ziga, kutib olyapti uni zarbalar bilan. Va osonlik bilan faqat berilib ketish kerak emas. Yaxshi blokni yorib o'tishga qaratilgan aperkot zarbasi. Boshni ko'tarish kerak. Barataxunov xotirjamlik bilan Ahmadxon bu vaziyatda raqib bokschisiga zarbalar yo'llayapti va risoladagidek o'tkazdi ikkinchi raundni ham. Ortiqcha kuch sarflanyapti. Xotirjamlik bo'shashib ketishga olib kelmaslik kerak. Shuni aytmoqchi edim. Murabbiy o'z vaqtida unga e'tibor qaratdi. Vengriyalik hakam Yerbol Barataxunov foydasiga qaror chiqargan. Mana shu zarba zo'r bo'lgan edi, jigarga chap qo'lda. Ko'proq takrorlasa mana shunday zarbalarni albatta raqibni muvozanatdan chiqaradigan zarbalar bu. 3-raund. Bir-ikki zarbalar bilan qo'lyapti. Bokschimiz raqibini oldinga borishga harakat qilyapti Yerbol. E'tiborliroq bo'lish kerak Abdusattorov. Referi jiddiy tarzda ikkinchi bor ogohlantiryapti uni. Endi to'g'ri qoidani bir xil tarzda ketma-ket buzayotgani yo'q, lekin baribir. Yaxshi! Chap qo'lda to'g'ridan kutib oldim. Va yana Abdusattorov raqibni chorlayapti o'ziga, mana tana qismga. Chap qo'lda zarba. Charchatadi bunday zarbalar. Nafas ritmini buzadi. Sal aniqroq. Ahmadxon yana chorlayapti raqibni, ring bo'ylab ishlayapti, oyoqlarini qo'shdi. Hujum uchun pozitsiya tanlayapti. Ishlaymiz. Jang tugadi. Nazarimda kuch tejab ishladi. Ahmadxon Abdusattorov. Ladies and gentlemen,
va bu jang g'olibi. Ko'k burchak Ahmadxon Abdusattorov. Qozog'istonlik Emir Muhitga qarshi bahs olib boradi finalda Ahmadxon. Va u yerda endi ancha jiddiy qarama-qarshilik kutyapti bizni. Qozog'iston vakili usluban boshqacha boks ko'rsatadi.